8-si jannat xizmatchilari. Bu farishtalar jannatga kirganlarga xizmat qilish uchun tayin qilingan. Jannatiylar xizmatiga tayyor bo'lib turadigan farishtalarning adadini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Haligi yoshligida balog'atga yetmasdan o'lib ketgan farzandlari borlarga aytiladiki, bolangiz jannatda xizmatingizni qiladi deydi. Bu noto'g'ri. Balog'atga yetmasdan o'tib ketgan bolangiz jannatda xizmat qilmaydi. Chunki jannatda xizmat qiladigan farishtalar bor. Va abadiy g'ilmonlar bor. Yosh bolalarki abadiy, ular hech qachon katta bo'lmaydi. Jannatda xizmat qiladigan xos Allohning mahluqlari bor. Astagfirullah. Jannatu adni yadkhulunaha va man salaha min abaihim va azwajihim va zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. So'ngra ularning huzurlariga har bir eshikdan farishtalar kirib derlar: Alloh yo'lida turli mashaqqatlarga sabr qilib o'tganlaringiz sababli endi bu yerda sizlarga tinchlik bo'lgay. Dunyo oqibati jannat naqadar yaxshidir. 9-si